nafas oling burundan. Burundan. Yaxshimi? Zo'rmi? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bemorimizni bundan 8 yil oldin boshqa go'r birasi operatsiya bo'lgan va operatsiyadan keyin teshik paydo bo'lgan va 3 ta operatsiyani bitta etapda bajarishga harakat qildik. Ya'ni burun to'siqni to'g'riladik, chanoqni kichraytirdik, burun to'siq teshikni yamadik. Operatsiyamiz biroz murakkab o'tdi. Adashmasam 2,5 soat davom etdi. Hozir qayta ko'rib keldilar, tekshirib ko'ramiz. Mana teshik o'rnidan sekin burun to'siq qilib ko'ramiz. Ko'rgandan keyin buni orqa qalqonga boramiz. Keyin deganimiz yo'q. Mana o'sha teshik o'rnatilibdi. Topilgan. Ikki tarafdan mana tikkan choqlarimiz turibdi. Ular so'rib ketadi. Nafas og'izlaring. Burun to'siqning qalaqini, idealni qalab ketdi. Qarang. Mana ko'rtalar, nafas olsangiz, mana choqlar bu so'rib ketadi o'zi. Mana burun to'siq holati, mana teshik bor edi, sizlarda. Esimda. Hozir yaxshi bo'ldimi? Ancha ochildi. Oldin o'sha nafas olganingizda ovoz chiqarmidi? Ha, hushtak chalganga o'xshab shig'illab, ovoz chiqib, keyin nafas ololmasdim-da, faqat og'izdan nafas olib berardim. Nafas oling burundan. Yaxshimi, zo'rmi? Yaxshi ancha. Natijani ko'rdinglar. Teshik o'sha perforatsiya o'rni qismi yamalgan, burun to'siq to'g'rilangan, chanoqlar kichraytirilgan, xudo xolasa 3 ta operatsiyamiz ham muvaffaqiyatli o'tgan va mana rezultatlar. Sizda va yaqinlaringizda burundan nafas olish qiyin bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Tekshirib ko'ramiz va o'sha bartaraf qilishga harakat qilamiz. Burun to'siqlarni to'g'rilab, burun ochib beramiz inshaalloh.